Savoqdoshlar, bugun biz o'tgangi darsimizdan oxirini so'zlaymiz. Hamda bu darsni ikkiga bo'lishdik. Sabab nima deganda, bu darsni sizning to'liq tushunishinglar xuddi 5 tal anani siqib suyini chiqarsa, bir stakan ana suvi bo'lgandek, bu darsni sizning to'liq tushunishinglar intayin kamtarlik holda mo'tadillashtirib so'zlaganda 100 kitobni o'qigan bilan barobar bo'ldi. Albatta tushunalsanglar. Bu bir odamning shu psixologiyani o'zining turmushiga tatbiqlash, mayli boshqalarga maslahat berish bo'lsin, yoki o'ziga maslahat berish bo'lsin va yoki o'zining turmushini yaxshilash bo'lsin, bilishga tegishli bir jibin jishi bo'ldi. Bu eng asosli bilim hisoblanadi. Afsus, mush eng asosli mushini tushundigan odam intaynas. Buni siz tushunmay kishilarga qanday maslahat beringlar. Chunki odam aman maslahat berishga to'g'ri keldi, hech bo'lmaganda bola tarbiyalashga to'g'ri keldi, hech bo'lmaganda bir do'stini xaposhib qolsa, aplashtirib qo'yish to'g'ri keladi. Yoki bir do'sti data etib qolsa, uning birini deyishga to'g'ri keladi. Mushuning uchun bilish tegishlik bir jibin ko'zima, eng asosli bir bilim. Shunga buningda ezib ketmasin deb men mani ikkiga bo'lib etdim. Hamda shu bir indiyalar tazkirisi deb shu indiyalarning shundaqa ichida bo'lgan har xil masala hikoyalarni yozdigan bir odam bor. Shuning bir kitobida bundaq bir tasvir bor. Shu o'rmonlikda bir perxon deb qo'yamiz, bu afsona. Bo'lib buni yana kim kelsa, u ma'lum bir hasharat bo'lamdi, yo hayvon bo'lamdi. Shuni uningga aylantirib qo'ya olganda, yoki bundaq chiqib aytganda, shunday bir tasvir bor hamda. Masalan, sizlarni bir chivin chaqib olsa, siz chivinga aylanib qoldi ekansiz-da. Yoki har chaqib olsa hariga, ishlab olsa ishqa, mushuk ishlab olsa mushukka, toshqon ishlab olsa toshqonga aylanib qoldi ekan. Unda bo'lsa biz faraz qilaylik, bir odamni bir chivin ishlab oldi. Bu chivinga aylanib qoldi. Bu chivinga aylanib qolgandan keyin qanday qildi endi bu? Bu hamda chivin bo'lgandan keyin hamda siz chivinga aylanib bundaq bir his qilib qo'ygan his tuyg'unni. Chivin bo'lgandan keyin bu chuqum chivinning nimasini yaratadi deganda, muhitini yaratadigan gap. So'nggi savoqdoshlar, muhitni yaratadigan gap. Endi odamlarmi odatda ba'zi shu salbiy ziyonliq hissiyotlarning qo'mondalik kirib qoldi. Masalan, bir odam o'tmishida bir ochiqqa petib qolgan bo'lsa, bu odam xuddi chivin chaqqandan keyin chivin aylanib qolgandek, ochiq petib qolgandan keyin xuddi chivin aylanib qolgan odam chivinning muhitini yaratgandek, bu ochiq petib qolgan odammi o'z navbatida nimani paydo qildi desa, shu ochiqning ifodalanishga mos kelgan muhitni yaratdi. Angsiz oldida yo bir odam bilan qiyishib baqidi, yoki bir odam uning tishiga tegib baqidi, ish qilib gap so'z bir nima deb urushib qoldi. U qaramoqqa boshqa mundaq tushundik, mundaq dedi, shun urishdim deydi. Buni ratsionallashtirish deymiz. Amaliyotda
Amaliyotga sabab nima desa, asli undan bir ochiq va shu ochiqni bir ifodalash uchun u to'xtamay izdindigan gap. Normal sharoitda sizlar uning gapini olsanglar, uni hikoya shundoq to'g'ri chiqadi. Qarshi taraf uni ochiqni qarshi taraf ashuni ochiqni keltirdi shu. Qarasanglar qarshi tarafda masala bor. Ammo bu masalani kim paydo qildi desa, o'zi paydo qildi. Masalan, biz dastlabdagi jadvalni so'zladik. Bichorlar, ham bir sayat qavishlar, ham gullangichlardi. Bichorlarning katga qarasanglar, bu qishqa buzeklash ushra qoldi. Mayli xizmatda bo'lsin, mayli oilada bo'lsin, mayli do'stlik bo'lsin, ish qilib bu bir pishkelchilikka uchraydi yoki uvolchilikka uchraydi. U rost hamda u. U rost uchraydi u. Shundan u mushayda ezikidigan nima desa, u faqatla mana mujda qildi, anda qildi, manda qildi deydi. Biz uning gapini anglaymiz, do'stim uning gapini anglaydi. Bilim qurilmasi yetishmagach odamning qarshi tarafni ayblaydi rost. Demisam u rost uvolsa uchraydi, rost u. Yolg'on emas. Biroq nemishqa boshqa uchirmay shu uchraydi. Mayad bir masala borchu. Nemishqa boshqa uchirmay uchraydi. Dal mushu bugungi bizning o'tgan darsni shuni tushunishlarki, uning uvolsa uchirgani rost, boshqalarning masxarasiga uchirgani rost, ko'zga ilmasga uchirgani rost, ammo nemishqa men uchirmay uchraydi, yoki uchirmay uchraydi, yoki boshqa uchirmay uchraydi, chunki bu yerda shu xil masala uchirgani rost, ammo bu masalani keltirib chiqishda dal uning bir biz buni psixikalik kompleks deymiz yoki psixikalik tugun desak bo'ladi yoki psixikadagi ma'lum bir to'saliq desak bo'ladi yoki ko'ngilning bir gaplari bor. Bir ishlar yurishmaydigan odamlar borchu. Bir ishlari qat'iy o'nkamaydigan odamlar bor. Shunda o'tgan bir qiz bilan ko'risha qoldimmi? Qat'iy 5 yilning yog'i 4 qatim to'y buzilib ketibdi-da. Endi bundaqlar, mandaqlar, andaqlar, endi bir to'y qilasiz maoshlar ham. 5 yilning yog'i. Bunalar ko'ngilda nim deb qo'ydi-ku alaqa. Sening bir jultuzing yurmabdi demdi ishqilib bir to'salg'i vakin. Hammasi amaliyotda o'xshash bir narsa. Nima desa, ashning bir psixikadagi bir masalasi ash keltirib chiqardi. Nima masalasi uni keltirib chiqardi deganda, bayatni degandek, ya uningda ongsiz oldi bir ochiq bor, ya ongsiz oldi bir shame deymiz. O'zini nomus qilish tuyg'usi bor, ongsiz oldi. Garchi u hamma yerda tirishib, o'zini boshqalardan ustundek ko'z tirishib, xushaldek tirishib, nochidek tirishib, o'zining sharoitini boshqalardan kattadek tirishib, shundoq ko'z tirishimi, uni ichida yanla boshqalarga ko'z jur'at qilolmaydigan, ammo o'zi qechib qutlanmaydigan, anglamaydi desa anglanadigan, ko'rmaydi ko'rinadigan bir jarohat bor-da, uningda bir xil o'zini kamsitish, o'zini nomus qilish tuyg'usi bor. Shuning bilan nima etsa, uningda shundoq tasoddibiliklar nega o'xshasa bir peshkelchilikdan qutlanmaydi. Shunga sizlar ma'lum odamning kusu deymiz. Og'riqlarni anglagan vaqtda u yolg'on emas, u rost, uni uchraydigan emas. Ammo nemish qilsa uchraysan degan savolda izdansanglar, anandek uni haqiqiy odam deydi. Unda qilmay, rost unda qilibdi, nemish qundaq qilib og'irlib ketadi, tashlab et, unda odam bilan qilamsa bo'ldi, xizmatdan istifa berdi. U ming xizmat ulab, ashundan ming xizmatdan istifa berib, 1001-si kirsin, o'xshash, yana 1001-sida yana shuna bo'zak qildigan xizmatdoshlar uchraverdi u. U amal yo'q qanaqa. Chunki xiyol odamda manzir paydo qildi so'qtashlasizlar. Kinoning qanday narsa ekanligini bilamsizlar. Kinoning har qanday amaliyot yolg'on. Kino amaliyotda jonsiz narsa bo'ldi-ku. Kino amaliyotda rasm. Nurg'ulg'an rasmni tiz o'tkazgachga bizga xiyoliy tuyg'uda rasmlar midirlagandek odamlar kino darki qilayotgandek, menayotgandek ko'rindi. Amaliyotda kinoning mohiyati nima desa, to'xtamaylik rasmni to'xtamaylik qandaq rasmni o'tkazaversa, shu bizning
ko'zimizga endi harakat qilayotgandek ko'rindi. O'xshashlar odamlarning kallasidagi o'y xiyollarmi ishtiglishib ketganda jiqib ketib, ani xiyol qilib qilaverganda odamga xuanshan paydo bo'ldi-ku, xuanshan. Xuanshan degan nima desa, xiyoliy tuyg'u, xiyoliy ovoz. Qulqi bir ma'linish, ko'ziga bir nim ko'rinish yoki ko'n zamonda bo'lgan bo'lsa, jin ko'rinish, jin choplishyapti deganlarning hammasi amaliyotda nima desa, mengizdagi ongsiz o'y xiyollarning haddan ziyoda jiqib ketganda, ishtiglishib ketgan vaqtda endi ko'rindi u. Şu o odamlarning jinni bir xillik, mayli kinoda bo'lsin, mayli tasvirlashda ajoyib qo'rqinchli tasvir etkizdi desa, chunki odamning hech kimga demaydi, hatto o'zim unutib qolgan ba'zi xiyol o'y fikrlari ajoyib badbashir bo'ldi. Biz buni ugly self image deymiz, intayin sat bo'lgan o'zlik manzarasi bo'ldi. Bu manzara bu takrorlanavergan vaqtda odamning idrok, ya'ni shu sezgusi orqali ko'ziga ko'rindigini rost. Uni sil biz ko'rmaymiz, ash ko'rdi. Uni ko'rmading desang yolg'onda u ishonmaydi. Chunki u ko'rdi, uni ko'rgani rost, ammo uni ko'rgani nimasi amaliyotda o'zining ichki dunyosidagi o'zining mingisi bir qorong'i rayon bo'ldi-ku odamning. Ash qorong'i rayonda bo'ladigan gap so'zlar, qorong'i rayon bo'ladigan o'y xiyollarning hammasi u odam o'zigimi qorong'i hisoblanib qoldi. Ammo u narsa kuchib manganda uning ko'ziga boshqa shaklda endi xuanshan bo'lib anglandi yoki ko'rinadigan gap savoqtashlar. Endi bu gaplar bilan bu darsning nima munosabati bor deganda, odam unda bo'lsa bu xilliqi o'zidan nomus qilish tuyg'usini nadin tepib oladi deganda, biz o'lik chashqandimi biraqur degan. Ya'ni u o'zini nomus qildirgan harakat, qiliq uchragan bo'lsa yoki shu ishlarni qilib qolgan bo'lsa o'tmishda, buni hech kimga deyamagan bo'lsa, bu kuchib o'zini past ko'rish, o'zini to'yin ko'rish tuyg'usini paydo qildi degan. Hamda bu xilliq ba'zi bolalar hamda alohida bu xil o'lik chashqanlar uchramasimi, shunday ahvolning yuz berishi yannadan bo'ldi desa, odam o'zining bilinishingisidan ba'zida nomus qildi. Hamda masalan shu 13, 14, 15 yosh, 12, 13, 14, 15 yosh shu jarayonda shu jarayondagi bolalarning psixikasi ajoyib o'zgarish va ketishning sababi bu vaqtda ba'zi jinsiy hormonlarning kuchayishi ergishib, bu bolalarda ajoyib xiyollar bo'ldi danglar. Meynat xiyol emas. Endi men bizni shu jinsiy tarbiyaning to'g'ri bo'lmasligi tufayli ba'zi shundaq hormon tufayli odam o'z kontrol qilolmaydigan tabiiy shakldagi xiyollarni biz meynat xiyol deb atadik. Ham sizning tilingiz ishlatyapman, mening tilim emas. Ajoyib g'alit xiyollarni qiladigan, bu xiyollarni kontrol qilolmay g'alit ishlarni qilib qo'ydigan ishlar yuz berdi-ku, shu yeshim shu yoshdagi bolalarda. Ham bu vaqtda bu bolalarda o'zidan nomus qilish tuyg'usi chirmab ketadi. Chunki ota-onasi doim qandoq yaxshi bola bo'lish, mandaq axloqli da'vagandikin, buning tabiiy bilinishingizda paydo bo'lgan ba'zi xiyollar tufayli bu o'zini badbashir, eski, nachar o'ylab oladi bu bola uchun. Demak, bu yerda o'zidan nomus qildi. Bu xil o'zidan nomus qilish ongsiz holatga o'tib ketgandikinlar, endi diqqat qilinglar. Endi darsimiz bir yak yig'iladi. Xuddi o'tmishda ma'lum bir ochchig'i bor odam, garchi u ayni vaqtida yutib olgan ochchig'ini unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo hissiyot hech bog'lag'achqa, bu hissiyot keyin uning kundalik turmushida boshqa ochchig'ini keltirgan ishlarni keltirib chiqargandek,
o'zidan nomus qilish tuyg'usini oyatdan elib oldi o. Bu keyin cho'ng bo'lib buni bir taraf qilmag'achqa bu o'zidan nomus qilish kuchayib ketib, o'zidan nomus qilishni nereden elvağını bilmeydi ama o'zidan shundoq nomus qiladigan tuyg'u bo'ladi. Bu tuyg'u hamda bu tuyg'u odamning idrok, ya'ni shu mings orqali chuqur bir shu tuyg'u chivin shu muhitni izlagandek bu nomus qilish tuyg'usimi izdetkizadi. Odam izdetkizib, ayni qaratqizib, ya buyi, ya quli, ya buni, ya jinsiy a'zosi, yoki beshi, yoki cheche, yoki bo'lmasa oilasi qilib asli nomus qilmasin bo'ladigan bir narsani ko'ptirish uchun javob berish kerakda. Chunki unda bir xil nomus qilish tuyg'usi bor, ammo u nimadan nomus qilayotganini bilmaydi. Unda olgan kun u cho'qim shu nomus qilayotgan hissiyotga bir javob izlash kerak, ratsionallashtirish degan shu. Aqlga muvofiqlashtirish kerakda. U bo'lmas sarang o'qolmamdi. O'zi u sarang emasda. Unda olgan kun u sarang bo'lmaslik uchun cho'qim u o'zida kelayotgan bu xil nomus qilish hissiyotiga javob tepish kerak. Shuningla ayni qaraydi, qarsa buni balki mukammal emas bo'lishi mumkin, ammo bu mukammalsizlikni u ko'pdir holatda bayotin degandek haddan ziyoda nomus qiyig'idek darajada ko'ziga ashunda ko'rindi buni. Demak, mening nomus hissiyotim bunimdan keldi, mening bunim satli deb qaraydi. Amaliyotda uning nomus qilish tuyg'usi bunining satligidan kelmagan. Aksicha aslidagi nereden kelganini o'zim bilmaydigan nomus qilish hissiyotini bunining setlik orqali tushuntirib o'tadi xolos. Mashqisini bilib olinglar. Yoki nereden kelganini o'zi bilmaydigan nomus qilish tuyg'usini bo'yining paqaligini izlaydi xolos. Amaliyotda bu xil nomus qilish hargiz u o'ylagan bunidan yoki qo'lidan yoki chechidan yoki uning oisidan kelib chiqqan emas. U faqat o'zi biladigan ma'lum narsani ko'ptirish orqali yoki ko'ziga shunday ko'rinish orqali hissiyotga javob berayotgan gap. Tashvishnishmi shu? Tashvishnish kesilay. Masalan, tashvishnish kesilsa girib oldiganlar liftdanmi qo'rqaydi, yo'ldan minishdanmi qo'rqaydi, bir odamning qarab qo'yishdan qo'rqaydi, tomoqdan birisi kecha juqtib qo'yammi debmi qo'rqaydi, oqimdan men zaxmlantirib qo'yammi deb qo'rqaydi, hatto to'y qilib bir uyda yashab 10-20 yil bo'lgan er yoki ayoldanmi qo'rqaydimish, kechdi meni bo'g'ab qo'ydi deb hamma narsadan qo'rqaydi. Nemishqa? Chunki u o'zining nimadan qo'rqqanini bilmaydi. Ammo qo'rqish bor. Undasa o'zining bu qo'rqishning nereden kelganini bilmagandan u o'zi biladigan bir narsa orqali bu qo'rqishga javob topadi. Tushunyapsizmi meni? Tushunayotgansizlarmi, tushunmayotgansizlarmi? Shuna ba'zi bolalarning shu o'lik chashqan degan darsni anglagandan keyin boshqacha bir kayfiyat bo'lib qolsa sababi shu. Ya'ni normal qo'rqadigan, nomus qiladigan ishlari tabiiy yo'qab ketishning o'zi u yo'qab ketmadi. U burun qo'rqqan odam hozirm bor, burun qo'rqqan osmon hozirm bor, burun qo'rqqan narsa hozirm bor, ammo u qo'rqish as uningdan kelmaganda, o'lik chashqandan kelgan, o'lik chashqan elib o'tgandan keyin ba'zi hissiyotlar pasayib, u keyin qo'rqayotgan narsalar o'zligidan u narsani yo'qitib qo'ydigan gap. Ko'ziga birnim ko'rinmaydigan gap degandek. Shuni bilish bek muhim saboqdash. Şu an bu maymoq burunliq balaning buni qarasangiz boshqa odamlar o'pmoqshash. Ammo biz undan qaraganda normal deyapmiz, u ayni qarasa uning buni o'ziga aytdi maymoq ko'rindi. Chunki maymoq ko'rinish kerak. Chunki u maymoq ko'ringan vaqtda o'zida bo'layotgan nomus qilish his tuyg'usini shu buni bilan moslashtira oladi. Tushunyapsizlar? Agar uni bunimi saqlasa, unda bu o'zida kelayotgan nomus qilish tuyg'usini yana boshqa narsa orqali javob tepish kerakda. Uning ko'zi dal nima desa, buniga qartilgan. Shu an nurg'un odamlarning normal turishda qo'rqayotgan narsalari yoki nomus qilayotgan narsalari yoki ochiqlayotgan narsalari hargizmi u o'ylagan, u ko'rsatgan, u topgan u narsalardan bo'lmaydi. Boshqa narsadan bo'ldi. Ammo unga javob berish uchun dal nima desa, shu narsalarga, shu kayfiyatlarga, shu hissiyotga mos obyektlarni izlaydigan gap. Bugun sizning bilish tegishlarsanlar shu, o'zi kelib chiqish manbasi bilmagan hissiyotlarning odam badanida o'rnab ketgandan keyin u
uning idrok orqali, ya'ni sezgilar orqali javob shu hissiyotlarga javob topib, nurg'un masalalarga uchraydiganlik. Ahamiyati bu masalaning hargizmi u o'ylagan shu odamdan emas, balki uning yildiz ekanligini bilish. Mushuncha tushunsa bo'ladi. Qag'ini biz aldirmay cho'nqur tushunib olamiz. Yana birisi aldirmaslik. Mening aldirganim bilan xo'sham yo'q. Aldirashning hammasi amaliyotda sizning aloqa. Ders o'rganish qo'ygan qizg'inlikning bo'lmasdan balki nima desa, ishtirak bilan bilib qo'ygan qizg'inliklar. Ishtirak bilan bilib qo'ygan qizg'inliklar sizning amaliyotda ders anglashdagi maqsadingning o'zining sog'lom emasligi. Ya'ni boshqalardan ustunroq bilaman bo'lish uchun tirishayotganligingdan derak beradi. Esonli bo'lsin. Men bayatın dedim. Bu dersler oddiydek so'zlayotgan bilan bu hech qanday bir kitobda yo'q. Hech qanday bir yerdimi yo'q. Agar kitob bor deyish to'g'ri kelsin, bayatın degandek necha yuz kitobni siqib suyun chiqargandek bir ish. Şu oddiydek men amal bu oddiylashtirib so'zlayapman, ammo buningdan oddiy men qilolmayman. Şu xotirni yaxshi qilib, o'zingizning xotirasini o'qib nim qilinglar.